Bu ishni Azim senga topshiraman. Har qanaqa yangilik bo'lsa, meni boxabar qilasan. Shuni. Salom. Keling aka. Assalomu alaykum. Keling aka. Assalomu alaykum. Bu yerda egasizmi? Men aka nima xizmat aka? Men jinoyat qidiruv bo'limidan tergovchi Azim bo'laman. Hop aka, nima xizmat? Kecha shu yerda janjal bo'lgan ekan. Ha aka, kecha kuni bu yerda 2 kishi tortishgan edi aka. Shu masala bo'yicha kelgandim. Kameralaringiz bor aka? Bor aka. Ha Agar aka. iloji bo'lsa shu holatni kameradan qaytarib bersiz. Bo'ldi aka, bo'ldi. Nech pulda otasi? 500 dan. 500 bo'lsa 500 da. Tushunmadim. Nimani tushunmaysan? O'lyapti. O'ynasa narmani yo'q. Ana o'ynabman. So'm o'ynayapti. Chiroyli o'yna. Sen o'zingdan ketma. Nima bo'ldi? Nima bo'ladi? Nima? Nima deysan? Olib qo'y. Aralashmasin. Men seni o'ldiraman. Qo'limda o'lasan hali sen. Deb qo'ysam bir-biringni go'shingni yeysan. Yana bir marta janjal qilishsang. Bundan ko'ra ana hamma tashqariga. Sal havo almashtirib go'zallik qilishsin. Yosh. Shu video yozuvlarni biz fleshkamizga tashlab berasizlar. Hop bo'ladi aka. Bo'ldi. Fleshkani olib qo'ying. O'tavering aka, keling. Aka, meni bilganlarim shu. Boshqa narsa bilmayman, hammasini aytib berdim. Amanov aka, Jalol akam janozasidan kelyapsizmi? Javron o'ldi. Sizlar ham boringlar Xo'p, janozaga. Xo'p, aka o'tamiz. Kim bu odam? Bu Ma'ruf aka, mahallamizda yashaydi. Biroz ahli zaif. O'zi shunaqa kasalmi yo biron bir sababdan shunaqa bo'lib qolgan? Yo'q aka, bu yoshligidan shunaqa. Buni bir akasi ham bor. Hozir ruhiy kasallar shifoxonasida davolanadi. Ota-onasi o'tib ketgan. Tushunarli. Bir o'zi yolg'iz turadimi bu? Yo'q, mahallada bir qiz bor edi. Uni ham ota-onasi yo'q, o'zi yashardi. Shu qizga mahalladagilar uylab qo'ygan. Bechorani shu to'rali bezori tinmay kalaka qilishardi, masxara qilishardi. Ko'rgan joyda kun berishmardi. Men siz zerikmadingizmi? Muskoyim olib beraman. Rostdanmi? Yana jinni kelyapti-yu. Yurishini qarang. Bitta jinni ikkita o'qib qolibdimi? Xotinini qara hurliqoligini. Ko'rishdingmi? Ularni gapiga ahamiyat bermang, yuring. Ha, olib ket. Shu yigitini olib ket. Uyingga olib kirib birato'la lozim kiydirib qo'ygin. Qadan topgan ekan bu cho'loq. O'z olib qolmasin senga otib. Nima borligini ko'rsang bo'ladi. Ona go'zal ekansiz, ona. Uvol bunga, uvol. Cho'ladi. Xudodan qo'rqlaring. Ha, bechara urasanmi ke? Urmaysanmi ke? Ur. Shu uradimi? Ularni gapiga ahamiyat bermang, Farruh aka. Rahmat katta. Xo'p. Mayli, charchamang. Mayli.
Bu yerga bekor kirganga o'xshayman. Judayam beozor odamga o'xshaydi bu. Hey yo'g'e. Buni qo'lidan qotillik kelmaydi. Nogiron bo'lsa, ustiga ustak aqli ham zaif. Bu holatda hattoki yosh bolaga ham ozor bera olmasa kerak. Salom alaykum. Kelinglar. Va alaykum assalom. Biz adashib kirib qoldik shekilli. Bir kishini qidirayotgandik. Kimi? Yordamim kerakmi? Yo'q, rahmat. O'zimiz topib olamiz. Mayli. Sen bolani qachon aqling kiradi, ha? Ana Javlon o'lib ketdi shu bola. Hammasi shu sayoq yurganlaring oqibati. Dadajon, axir o'zingiz ham yosh bo'lgansiz. O'z og'zingiz bilan aytgansiz-ku. Menga qara. Sho'x bo'lganim bilan senga o'xshab shaltag'imni oqizib kelmaganman. Dadajonim, men sizga ishonaman. Axir siz badavlat. Qo'lingizni qayerga cho'ksangiz shu yerga yetadi. Nahotki bitta o'g'lingizni himoya qila olmasangiz, dada. Bo'pti. Advokatga aytib qo'yganman. Gaplashib olishimiz kerak. Xo'p bo'ladi. Alo. Hamid aka, Labay. tergovchi kelibdi, o'g'lingizni so'rayapti. Mayli kirsin. Menga qara. Hozir tergovchi kiradi. Biror narsa so'rasa, O'rniga sichqon tushdi, guldir-gul. Dadajon, tushundingmi? albatta. Qani? Keling. Men tergovchi Rustam Azimov bo'laman. O'g'lingizni do'sti Javlonning ishi bo'yicha kelgandi. O'g'lingizga beradigan bir ikkita savollarim bor. O'sha kuni siz do'stlaringiz bilan birga bo'lgan ekansiz. Xuddi shunday. Doimgidek Shoh, men, Sayfi, Javlon birga edik. O'shanda bilyardxonada Sayfi bilan Javlon janjallashib ketgan ekan. Ozroq bir-birini tushunmovchilik sababli tortishgandi, lekin ajratib qo'ydik, muammoli joyi bo'lgan yo'q. Sayfini o'zini tutishi sizga sal boshqacharoq tuyulmadimi? Menimcha doimgidek edi. Balki Javlonni orqasidan ketgan ko'rgandirsiz. To'g'risi, ko'rganim yo'q. Yaxshilab eslab ko'ring. Menga qarang, o'rtoq tergovchi. Bo'lar bo'lmas savollaringiz bilan bolani nimaga qiynayapsiz? Bilmadim deyapti-yu, bilmaydi demak. Menga qarang, savollaringizga javob bersa hamchi, advokat huzurida javob beradi. Qani endi, xush ko'rdik. Allohu akbar. Mayli. Yaxshi yetib oling. Ben seni öldüremem. Kolumda olasan hali sen. Bo'ldimi, komandir? Bo'shmami ketaveraymi? Ozgina shoshmang. Siz Javlon Toshmatovning o'limida gumonlanib, vaqtinchalik hibsga olindingiz. Qanaqasiga? Shahboz, olib chiqing.
Azimov, nima deb o'ylaysan? Bilmadim. Dastlabki ekspertiza xulosalariga qaraganda jinoyatchi juda ham toza ishlagan. Toza ishlagan degan. Gumonlanuvchi qayerda? Uni hozir biz hibsxonada ushlab turibmiz. Uni tezda qo'yib yuboringlar. Keyin ishga doir har qanaqa yangilik bo'lsa, men xabardor bo'lishim kerak. Xo'p bo'ladi, o'rtoq boshliq. Mayli. Qanday go'zal bu onam. Bir qara. Yaxshi. Tinch, sekin ketamiz. Voy aka, aka turing. Aka sizga nima bo'ldi? Turing. Voy aka, turing. O'ziga keling. Alo, aka. Alo. Melisami? Shunday borib olib borasan, tashlaysan, qaytasan. Shunga ham aqling yetmadimi? Men o'zim telefon qilaman. Qayoqqa? Ko'chaga aylanish kerak. Qayoqqa? Menga qara. Ikkita sheriging o'ldi, ikkita. Uchinchisi sen bo'lasan, yo sen bo'lmaysan deb kim garantiya beradi? Uyqusi bo'lib o'tiraver. O'tirasan! O'tirasan dedim. Qotil topilmaguncha bir qadam chiqsang, oyog'ingni sindiraman. Tushundingmi? Yo'qol! Yo'qol dedim. Avval Javlon, keyin Shohrux, mana endi Sayfi. Bu kimning ishi? Qotilni bularda qanday qasdi bo'lishi mumkin? Biror alamzada o'ch olyaptimikin? Lekin bu alamzadalarning soni ko'p. Qaysi biri bo'lishi mumkin? Rustam aka, Ket, ishlaymi? buni qarang. Kechagi voqea joyidan topib oldim. Ketdik. Qayerga? Ishi bor. Tirik ekan. Menga qara. Tezkor guruh chaqir, men uni ortdan qulayman. Xo'p. Aşağı bas. Hey yok. Izini yo'qotdim. Keling o'rtoq boshliq. Menga qara Azimov. Nimaga o'zboshimchalik qilasan? Ha?
Seni deb qotil qochdi tushunyapsanmi? Nima? Ana o yelkangda yulduzlar senga og'irlik qilyaptimi? Aybdorman o'rta boshliq. Aybdorsan. Senga 3 kun muhlat. Mana shu qotilni yerda tagidan bo'lsa ham topasan. Agar topmasang, senga hayfsan beraman. Yulduzingdan ayrilasan. Tushunarli o'rta boshliq. Seni. Rustam aka, Ha. kechagi jinoyat bo'yicha ekspertiza natijalari chiqdi. Keyin voqea joyidan mana bu ham topilgan. Menimcha qotil shovqin solmasligi uchun oyoq kiyimini yechib kirgan. Oyoq kiyimining ichidan esa mana shu chiqdi. Shohboz, bir joyga borib kelamiz sen bilan. Qayerga? Yo'lda tushuntiraman, yur. Sen shu yerda tur. O'rtoqlaring o'ldi. Eshitdingmi? O'rtoqlarim o'ldi. Javlon o'ldi, Shohruh o'ldi, Sayfi o'ldi, Bunyod o'ldi. Sayfi bilan Bunyod tirik. Ular hozir kasalxonada. Bunyod bilan Sayfi tirik. Bunyod tirik. Mana bir ro'yxatni qidirmayapsanmi? Buni Sayfini o'ldirgani borganingda tushirib qoldirgan. Nima gap, tinchlik? Siz ichkariga kirib turing. Bunisini Bunyodni o'ldirgani borganingda oyoq kiyiming qolib ketgan. Bunyod tirik, Sayfi tirik. Ular qayerda? Bunyod Sayfini topish kerak. Ular qayerda? Ular tirik. Agar hammasini tan olsang, senga yengillik beramiz. Ular meni yoshlikda ko'p masxara qilishardi. Masxara qilishardi. Lekin men bunga ko'nikib ketganman. Lekin ular xotinimga gapirishdi. Xotinimni haqorat qilishdi. Men bunga chidolmayman. Chidolmayman. Urmaysanmi, ke? Ur! Hozir choy olib kelaman. Men bunga chidolmayman. Men ularni o'ldirdim. O'ldirdim. Hammasini o'ldirdim. Bunyod tirik, Sayfi tirik. Ularni o'ldirish kerak. Ma'ruf Jo'rayev, siz bir necha qotillikda ayblanib hibsga olindingiz. Endi bunga nima bo'ladi? Endi buni shifokorlar tekshirishadi. Agar sog'lom deb topsa, qonun oldida javob beradi.
Agar telba deyishadigan bo'lsa, ruhiy kasalliklar shifoxonasiga olib ketishadi. Buni olib chiq.